bitta opamiz shunaqa udar gapirdiki, uni eshitgan odam juda maza qiladi. Bu videoga like bosamiz, hammaga tarqatamiz. Albatta, kommentariyaga fikrlarni qoldiringlar. Haqiqatda yaxshi qizlar qolmayapti. Oldin qizlar erga tekkani qo'rqadi, hozir bolalar qo'rqyapti. Chunki qizlar betarbiya. Ota-onasi chatadi qizlarni, to'g'rimi o'rtam mana? Chunki jichi urush bo'lsa, qaynota kelyapti qiz tomon kuyov bilan urushgani. Oldin bizni paytimizda qaynotalar biz dadamizning uyiga arazlab borsa, urib borib qo'yardi-da qaytarib. Hozir ular bo'lmayapti. Ikkita bolani tug'ib Turkiyaga, Dubayga ketyapti ishlagani. Kuyovda alimentga beryapti. Ipsiz baylanyapti kuyovlar. Shuning uchun balkim qo'rqyapti. Yaxshi qizlar ekan, rostdan qo'shilaman. Opani pandasha ko'ramiz. Chunki opa udar gapirdi. Kim men gaplariga 100% qo'shilaman. Agar siz ham qo'shilsangiz, albatta like bosib hammaga tarqatamiz. Albatta kommentariyaga fikrlarni qoldiringlar. Maqtov yorliq olib chiqinglar. Maqtov yorlig'i